Aka, marojnani chiqaring. Oh, mana, bo'ldi. Qadrdonim, bu sizdan 10 ming so'm bo'ldi. Bu nima bu deganlarga qadrdonlar, loy lombosni qotili bo'ladi, pena lombos bo'ladi. Ko'rib turgan joylaring 135 kvadratga Namanganda, Uchqo'rg'ondan ustakalarimiz zo'r qilib xizmat qilib beryapti. Bu qanday bo'ladi deganlarga oldin tomis, zarduvollar uringan, vassalar tashlangan bo'lsa, akalarimiz kelib turib, hozirgi kunda aksiya qilib, materiallargacha, ya'ni latasigacha o'zlari solib turib, mana bunday pena lombos qilib beryapti ekan. Ya'ni 1 kvadrati 5 sm qalinlikda bo'lsa, 35 ming so'mdan, agar 10 sm qalinlikda bo'lsa, 50 ming, 55 mingdan vodiy bo'ylab. Ob'yom katta bo'lsa, Toshkent vohalarga ham chiqilaveradi. Bu sichqon kalamishni qotili bo'ladi. Qurt qumizga tomizda bo'lmaydi va bu tirishinglar tushmaydi, yorilmaydi va titilib ketmaydi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. To'kdan ham tez. Eng asosiysi bir kunda 135 kvadrat joyda operator ko'rsating, quyishib qo'yapti. Juda ham sifatli bo'ladi. Qadrdonlar, kimga agar shu ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlar bor. To'sinni chiritib qo'ymaydimi deganlarga bu to'sinni chiritmaydi, nafas oladigandan bo'ladi.